Sardor Mamadaliyev haqida shoshilinch xabar. Habbatus Sauda. Siz ishonchingizni oqlagan brend. Yillar davomida minglab mijozlarimiz sog'ligidan mamnun bo'lib kelmoqda. Tabiiy qora sedana mahsulotlari bilan boshlangan yo'limiz endilikda yanada kengaydi. Endi siz uchun kollagen, go'zallik va yoshartirish siri, detoks, tanani tozalash va yangilik manbai. Bizning maqsadimiz sog'lom hayot va baxtiyor oilalar. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Hamkasblaridan ajralib turadigan ovozi, san'atga o'ziga xos nolalari bilan kirib kelgan xonanda Sardor Mamadaliyev 10-oktyabrda 40 yoshni qarshiladi. Oila a'zolari qo'shiqchi bo'lishiga qarshilik qilgan, kirakashlik qilib o'z muxlislarini manziliga eltib qo'ygan, birgina qo'shiq ortidan omad kulib boqqan Sardor Mamadariyevning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning hayoti va ijodiga nazar solamiz. Bolalikdanoq san'atga mehrim baland bo'lgan. Ba'zi bolalar singari ko'cha chang'itib sho'xlik qiladigan bola bo'lmaganman. Maktabdan kelib tushlik qilardim-u, gitara yoki tor chalishni mashq qilardim. She'rlarga o'zimcha musiqa bastalab ijro etardim. Kun tartibim deyarli o'zgarmasdi. Mening oliy maqsadim faqat san'atkor bo'lish edi, ammo yaqinlarim huquqshunos bo'lishimni orzu qilishardi. 2000-yilda o'rta maktabni tamomlab, san'at kollejiga hujjat topshiraman deganimda, qarorimga otamdan tashqari barcha oila a'zolarim qarshi bo'lishgan. Oilamizda san'atkorlar yo'qligi bois bu sohada o'z o'rnimni topishimga ishonishmagandi. Ammo men tanlagan yo'limdan qaytmadim. Avval san'at kollejida, undan keyin O'zbekiston davlat konservatoriyasida tahsil oldim, deydi ijodkor. Ilk ustozim ham akam Avazbek Mamadaliyev. Menga tor ushlab qo'shiq kuylashni ham o'rgatgandi u. Afsuski, uning san'atkor bo'lish orzusi amalga oshmadi. U huquqshunoslik sohasini tanladi. Bugun o'z ishidan mamnun, mening san'atda o'z kunlarimni topganimdan xursand. Musiqa va ijro borasida ulardan andoza olishga, eng sara yangiliklarni o'zbek san'atiga ham olib kirishga harakat qilganman. Mashhurlik osonlikcha kelmas ekan. San'atga kirib kelishim qanchalik qiyin bo'lganini atrofimdagi insonlar yaxshi bilishadi. Ijodda bir to'xtamga kelishimda umuman qo'shiq yaratishda ko'nglimga quloq tutmam. She'r borasida akam bilan yoki yaqin shoirlarim bilan fikrini o'rganaman. Ammo musiqani tanlash va ijro borasida ancha injiqman. Ota-onam san'at sohasida ketishimga qarshi bo'lishgani sababli pul berishsa ham ulardan olishni istamasdim. Yoshlikdagi hali o'zim ko'rsatib qo'yaman degan shijoat bilan ishlardim. Talabalik davrimda bir talaba nima ish qilishi mumkin bo'lsa barchasini qilganman. Matiz mashinam bo'lardi, kirakashlik ham qilardim. Cho'ntagimda ortiqcha bir tiyin pul yo'q, lekin qo'shig'im ko'chada hit. O'zim Matizda yuraman. Odamlar qimmat, zo'r mashinalarda seni hech kim seva olmaydi, meningdekni baland qilib qo'yib eshitishardi. Chilonzor tumanida bir do'stim bilan ijarada yashardim, deydi xotirlab Sardorbek. 20 kunning ichida efir uchun $1400 topib kelishim kerak bo'lgan. Sardor Mamadaliyevni mashhur qilgan seni hech kim seva olmaydi meningdek qo'shig'ini o'zi taksichilik qilib yozgan degan mishmishlar yurardi. Xo'sh, bu qanchalik rost? Qo'shig'im hit bo'lgach, Tarona Pantera tashkilotlari, hatto Ravshan Kamilov va yana bir nechta san'atkorlar keling, birga ishlaymiz deb chaqirgan. Hammasiga rad javobini berganman, chunki men orqali biznes qilishlar deganman. Endi og'zingiz oshga yetib borganda sherik ko'payib ketar ekan. Namangandan uylanganman, lekin hokimning qiziga emas. Menga yor kerak, menga qo'shig'imni eshitgandan keyin odamlarning xayolidan qiz topishga qiynalib qolgan degan gap o'tgan bo'lishi mumkin. San'atkor uylanishi uchun tanlov keng bo'ladi. Juda ko'p nomzodlar bo'lgan uylanishga, ko'rganman ham, nasib qilganiga uylandim. Oldindan ko'rib bilib emas, so'rab surishtirib sovchilik orqali turmush qurdim. Sardor Mamadaliyev ijodining dastlabki yillarida videoklip va qo'shiqlarni badiiy kengashlarda
o'ta olmagani, kliplarni boshqatdan suratga olishga majbur bo'lgan vaziyatlarni gapirib o'tdi. Yig'latma, ko'nglimda bir yor, seni hech kim sevolmaydi meningdek, ajralishdik, yor kerak menga, qosh qarolar kabi ko'plab taronalari hit bo'lgan Sardor Mamadaliyev qaysi qo'shig'ini unga mo'may daromad keltirgani haqida so'zlab berdi. Seni hech kim sevolmaydi meningdek degan qo'shiqni aytganimdan keyin 2-3 oy ichida 3-4 ta uy va mashina olganman. Shunday darajada Xudo berganki, birdan kelib qolgan. Birovdan shu paytgacha qarz so'ray olmaganman. Qarz tushunchasidan juda ham uzoqman. Chunki niyatim shunday. Ey Xudo, birovdan qarz qilmagin deyman. Prodyuserim ham, homiyim ham bo'lmagan. Faqat ish boshqaruvchim bor edi. Ajralishdik, yig'latma, armonlarim kliplarimga katta mablag' ketgan. Yig'latma klipimdagi aktyorlar jamoasi Alisher Uzoqov, Shahzoda Matchonova, Sitora Farmonova, To'ti Yusuf bular uchun taxminan $2000 atrofida to'laganman. Klip uchun esa 5000 yoki undan ham ko'proq ketgan. ...2020-yilning dekabr oyida ijodkorning onasi vafot etdi. Shundan so'ng xonanda onasiga bag'ishlab bir nechta qo'shiqlar yozdi. Ota-onamni poytaxtga olib kelaman deb doim sog'inchda yashaganman. Buni viloyatdan kelib ijod qilgan san'atkorlar yaxshi biladi. Shu yerda yashab yurgan qo'shiqchilar yaxshi tushunishadi. Doim sog'inib, sog'intirib yashadik. Hozir onamning sog'inchi qiynaydi. Volidam vafot etgandan so'ng bergan konsertimdan ham 4200 o'rindiqning hammasi band, lekin afsuski bitta o'rindiq bo'sh turibdi deya ko'zida yosh bilan onamga atalgan qo'shiqni kuylaganman, deydi xonanda onasini qumsab. Sardor Mamadaliyev ijodiga ijodlar tilaymiz. Baxt omad tilagan barcha muxlislarimiz video ostida bir dona like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.